It's been a great first Farg'ona day here. forumi Getting juda to listen ajoyib to o'tdi. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonning mahalliy hamjamiyatlari vakillari bilan tanishish, ularning tinchlik yo'lida olib borayotgan ishlari haqida eshitish juda yoqimli bo'ldi. Men Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelganman. Biz uchun bu jarayonlarni o'rganish, yaxshiroq tushunish muhim. Hozirda bizning hukumatimiz ham tinchlik masalasiga katta e'tibor qaratmoqda. Shu ma'noda bunday tadbirlar Markaziy Osiyo va AQSh o'rtasidagi hamkorlik uchun juda yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. Forumda aytilgan eng asosiy g'oyalardan biri bu jarayon shu yerda to'xtamasligi kerak degan fikr bo'ldi. Muloqotlar yaxshi, lekin endi amaliy ishlar qilish zarur. Xususiy sektorni, keng jamoatchilikni bu jarayonga jalb etish kerak. Faqat shunda tinchlikni uzoq muddatli va barqaror qilish mumkin. Bu mening yurtingizga ilk tashrifim va aytishim mumkinki, taassurotlarim juda ajoyib. Mehmondo'stlik favqulodda darajada iliq. Ovqatlar mazali, manzaralar esa hayratlanarli. Juda foydali va yoqimli safar bo'ldi. Albatta, biz iqtisodiy o'sishni, farovonlikni ko'rishni istaymiz. Nafaqat o'zimiz uchun, balki shu hududda yashayotgan odamlar uchun ham. Farg'ona vodiysi mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida qo'shma loyihalar, xoh biznesda, xoh hukumat darajasida ko'payishni istardim. Eng muhimi, bunday muloqotlar davom etishi kerak. AQSh ochig'ini aytganda Markaziy Osiyo, xususan Farg'ona vodiysi uchun haqiqiy, samarali hamkor bo'lishi mumkin. Uzoq muddatli istiqbolda biz shuni ko'rishni xohlaymiz.